Bizda yana yangilik bor. Shu yangilikni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Bu ko'rgansizlar, bu eski broderimiz 4 etajlik. Buni 1 etajligi yo'q edi. 1 etajligini yasadik, oldini oynali qildik, чтобы ichkarida nima bo'layotgani ko'rinib tursin deb. Hop, isitish tizimi ichkarida tepadan. Hop. Oyoqlarni taylarini mana boshqacha qilganmiz, listdan qilganmiz. Bemalol o'sha 1 kunlik jo'ja yurib qiynalmasligi uchun. Plyonchiklari işte go'ng turib qolmasligi uchun. Bu broderda afzalligi ham isitadi, ham sovutadi. U orqadagi ventilyatori havo ko'tarilib ketsa, pasaytirib qo'yadi yana. Kerakli necha gradusga qo'ysangiz, o'sha gradusga olib keltirib qo'yadi. Mana bu yerdan issiq toza havo kiradi. Temperaturasini mo'tadil qilib ushlab turadi. Pastliklari mana o'ta ideal chiqqan. Ichi 1 kvadrat metr shu. 125 ga 90, 125 ga 90. Hop, 1 kvadratdan ham sal oshiqroq ekan. Buni shuna qildiki, yangi bedana qafas ham yasadik, bir tomonlamali. Odamlar so'raydi bizga, bilsalar mana bu eski qafasimiz bor. Bu 2 tomonlamali bu. Shuni bir tomonlamali kerak. Biz devorga trap qo'yib qo'yamiz deyishadi. Shuning uchun biz 2 tomonlamali, bir tomonlamali qildik. Razmerini sal kattaroq qildik. U qafasimiz eniga 1 metrga 50 sm bo'lsa, ichki qismi. Buniki ichki qismi 70 sm ga 1.25. Kattaroq. 1 etajga 60 tadan bedana sig'adi. Bu tepasiga broderni o'rnashtirib qo'ydik. O'zidan o'zini ko'paytirishligi uchun shunaqa qildik. Ko'ring, mana kimga ma'qul kelsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Xo'p, bedana qafasimizni tushuntiradigan bo'lsak, buni ham oyoqlarini shunaqa bo'lgan, listdan bo'lgan. Bunda ham plyonchiklari bor, chekkasida o'sha go'ngga turib qolmasligi uchun. Otnasi bor. Eshiklari ham mana o'zgacha bo'lgan, tagidan yemini yeydi. Tepaga ochiladi bu. Mana shunaqangi holatda. Oxiri ham chiqadi. Polni ichi yuvib tozalab, yana qaytadan solib dezinfeksiya qilib ishlatsiz bo'laveradi.